Assalomu alaykum do'stlarim. Men sizlarga bugun Dallas Players'dan yangi ma'lumotlar beraman. Ko'pchilik bu ma'lumotlarni bilmayapti. Dallasga qanday saqlashni bilmayapti. O'shaning uchun men sizlarga o'rgataman. Birinchi Dallas Players'ga kirib olamiz. Videoga like bosishni unutmang. Undan keyin menga yozish kerak. Xohlagan futbolchi, masalan, Neymar deb yozamiz. Mana Neymarning kartasi chiqib keldi. Buni birinchi bo'lib tezligini oshiramiz Neymar. Vel tezligi bu aka kuchi. Undan keyin bu pas shotini kuchliroq qilamiz. Buni ham jicha kuchaytirib qo'yishimiz mumkin. Neymar aka karta full bo'ldi. Shuni meta minusi bor, plusi bor, x'i bor. Buni kartani saqlash bor. Kartani eng oxirdan o'yin tomoni eng oxirgisini borsalar sizlarga saqlanadi. Bu mana saqlandi. Bu karta saqlandi. Endi shu bilan yana Ronaldo deb yozsak ham chiqadi. Haka. Mana video cho'zilib ketmasligi uchun biz Ronaldo deb yozamiz. Ronaldo. Qanday bu? Ronaldo bo'ladi bu. Ronaldo. Mana Ronaldo chiqib keldi. Ronaldo bu shoti kuchli bo'ladi. Ronaldoning yugurishi, kuchlari. Nihoyat mana kuchli qildi. Bu paslari ham yaxshi bo'ladi Ronaldoni. Full qildik. Mana o'z kartani saqlash uchun o'yin tomondagi eng oxirgisini bosamiz. Va mana Cristiano Ronaldo Dallas kartaga saqlandi. Mana bu keyin agar sizlarda qopcha turibdi, o'yin tomonda eng chekka tomonida. O'sha yerda agar tugab qolsa sizlarda bunaqa yashil chiqish kerak, yashil. Agar yashil chiqsa bitta bosasizlar mana reklamaga ko'rib ketadi. Hozircha shu yerda pauza qilib turaman. Mana reklama ham ko'rib chiqib oldik. Bu har bitta reklama ko'rib chiqsangiz mana 8800 bo'ldi. Bu 4000 ta beradi mana. Buni mana har bitta erganlarga 10 bitta beradi. Sizlarga maslahatim bitta anaqa qilmasdan bitta chiqinglar, yana kiringlar. Birinchisini bossalar kiradi. Endi biz mashqqa Marcelo deb yozamiz. Marcelo. Afsona. Chiqmayapti hozircha biz. Endi agar yana bitta ma'lumot sizlarga mana mettalan komandalarda qidirsa ham bo'ladi. Masalan, Atletico Madrid, Lukman, Griezmann, Oblaklar bor, Alvarez, Barrios, mashqdan ham qidirsalang bo'ladi. Bekka hech qanaqa tanga olmas ketmaydi. Bekka xarid qilsalang bo'ladi. Bu Dallas anaqasidan bu hali qopcha bor, o'shani xarid qilsalar bo'ladi. Yaxshi reklama ko'rib qo'yganlar yaxshi. Betdan sizlar bitta reklama ko'rib chiqamiz va bu Dallas sizlar kartani o'rgataman. Mana ko'rib chiqaman bo'ldi. Mana masalan Yamallar Ispaniyada yutishdi. To'g'ri, Ispaniya yutdi. Ularga tabriklaymiz. Shu bilan biz hozir kartani kuchlisini aniqlaymiz. Mana ekstremal tanlaymiz. Klassikoni biz 2026 Dreamly Start bor. Chempion 2026 bor. Meniki 2026 deb yozib olsak saqlandi. Ispaniyani tanlaymiz biz. Ispaniya. Mana Ispaniyani tanladik. Masalan, menda hozir buni rasmi yo'q, lekin mashqqa rasmda kiritsalang bo'ladi. Meniki uni Lamine Yamal deymiz.
Yamal bo'yi bu 150-220 santimetrgadir bo'ladi. O'shanchin Yamalni bo'yini bilmayman. O'shanchin men 89 deymiz. Endi masalan bu yerda masalan Yamalni o'zlang full qilsalang bo'ladi. Ana mana 86 Yamal. Mana shu yerda kuchaytirib 96 qilsalang bo'ladi. Albatta menda rasmiy yo'qligi uchun mana chiqmadi, lekin mana Yamalning kartasiga o'xshadimi bu karta? Lekin bu rasmiy yo'qligi uchun bu bo'lmadi. Shu yerda sizlar bilan xayrlashaman. Video yoqqan bo'lsa like, kommentariyada izohlarni qoldirib ketinglar. Kanalga obuna bo'linglar. Shu bilan yakunladim.